Bugun ijtimoiy tarmoqlarni to'ldirgan va O'zbekiston uchun qisman g'ayrioddiy xabar bo'lgan lavha bilan davom etmoqchimiz. Gap shundaki, ma'lumotlarga ko'ra, yarim asr avval kosmosga uchirilgan apparat yerga qulamoqda va uni O'zbekistonga tushish ehtimoli ham yo'q emas. Tafsilotlar Shahzod Abdullayev lavhasida. Vahima ko'tarmoqchi emasmiz-ku, lekin 53 yil oldin Venera 8 missiyasi doirasida uchirilgan Kosmos 482 sayyoralararo kosmik apparati yerga qaytyapti. Aniqrog'i qulamoqda. Uni sayyoramizga kelib tushishi mumkin bo'lgan manzillar qatorida kichik ehtimolda bo'lsa ham O'zbekiston bor. Ehtimol juda past, hisob-kitob qildik. 0.3 dan 0.5% gacha. Hozir aniq aytsa bo'lmaydi, qayerga qulaydi. Qaysi kunni ham aytish qiyin. Mana 10-may desak, plus minus 26 soat chiqadi. Shundan 9-11 may davomimiz. O'zbekiston ustidan qulab ketadigan paytda 3-4 marta uchib o'tadi O'zbekiston. Boshqa joylardan undan ko'p o'tadi. O'zbekiston usti atmosferadan kirayotgan bo'lsa, ko'rsa bo'ladi. Juda yorqin voqea. Uzoqdan ko'rinadi, chunki tezligi 28,000 soat atrofida bo'ladi. Shu tezlikda atmosfera bilan to'qnashganda apparat yonib ketadi. Uzoqdan ko'rinadi. Kosmik apparatning qayerga tushish borasidagi aniq ma'lumotlarni keltirish biroz vaqt talab qiladi. U hozirda kadrlardagi kabi yer atrofida aylanib uchmoqda. Infografikada ko'rsatilgan hududlar esa Kosmos 482 ni qulash ehtimoli bor manzillarni aks ettirgan. Oxirgi 3-4 soat qulashdan oldin aniq bo'ladi. Shu tushadigan rayonda odamlarga aytilishi kerak. Chunki yarim tonnalik Veneraga qo'nilgan qismi bor shu apparatda. Bu qismi titan metalldan ishlab chiqarilgan hasharobrazli qism, vazni 500 kg atrofida. Shu narsa atmosferadan kirib tushadi 99%. To'qnashuv tezligi yer bilan 500 km/soatgacha bo'lishi mumkin. Venera 8 loyihasining maqsadi esa quyidagicha bo'lgan. Bu missiya 72-yilda uchirilgan edi. U payt kosmonavtika erasi endi boshlangandi. Texnika juda ko'p bezalardi. Shu deb Veneraga har kuni ham uchsa bo'lmaydi. Uni uchish oynalari deyiladi. U kalendarda paytlar bor. O'sha payt faqat shu payt uchirsa bo'ladi. Imkoniyat yo'qotmaslik uchun uchirgandan keyin buzilib qolsa deb ikkitalab, uchtalab ham uchirishgan. Venera 8 uchgan, undan keyin xuddi shunaqa apparat Venera 8 ni ukasi desa bo'ladi, bir xil apparat, uni ham uchirilgandi o'sha payt. Lekin birinchi Venera 8 Veneragacha yetib borgan, ishini bajargan. Lekin ikkinchisi raketasi oxirgacha ishlab bera olmagan. Shu deb yer atrofidagi orbitada qolib ketgan. Bu degani kosmik chiqindi bo'lib qolgani uchun. Ma'lum qilinishicha, Venera 8